Sizlar uzoq vaqt kutgan raspakovka chek. Yana Xitoydan kelgan tovarlarimiz sizlar bilan raspakovka qilamiz. Bu safar juda ham ko'p tovar zakaz qilmaganman, lekin shularni ham sizlar bilan bo'lishkim keldi. Birinchi bo'lib menga shunaqa aksessuar keldi. Buni shunaqa belga taqsa bo'ladi, pastda rasmini ham sizlarga qoldiraman. Ikkinchi narsamiz albatta yozga kerak bo'ladigan krokslar. O'zimizda 150 mingdan kam sotilmaydigan bu kroksni men o'zini narxida 50 mingga zakaz qildim. Uchinchi narsamiz esa mana shunaqa boshga taqiladigan narsalar trend bo'lgani uchun, buni ham onamga zakaz qilib bergandim qiziqqanlari uchun. Bu ham menga 20 mingga tushdi. Menga kargolari bilan 45 mingga aylangan ryuksakni sizlarga ko'rsatib beraman. Ichlari ham shunaqa kengina ekan. Menga sifati juda ham yoqdi. O'zimizda shunaqa ryuksaklarning narxi qancha deb o'ylaysiz? Keyingi narsa esa rubashka sifat shunaqa narsa. Buni ham sifati juda ham zo'r kelgan. Atigi 70 mingmi 80 mingga zakaz qilgandek, sifati meni qoniqtirdi. Men bu ko'ylakni onamga zakaz qilib berdim. Aynan shu ko'ylakni onam boshqa internet shopda 700 mingga ko'rgan ekanlar. Xitoydan qanchaga zakaz qildim deb o'ylaysiz? Kargosi bilan 300 mingga aylandi xolos. 700 mingga emas. Bu esa meni radnoy ukamni zakaz edi. Ukam 6 yoshda, yaqin 7 ga kiradi. Shunaqa roliklik tegi yonadigan krossovkani o'zimizda rosa qimmatga ko'rgandik. Xitoydan qidirsam anchagina arzon ekan. O'zimizda 450 ming ekan, menga kargosi bilan 150 mingga tushdi. Sizlar ham agar chet davlatlardan o'zini narxida tovarlarni zakaz qilish o'rganishni xohlasanglar, sizlarni o'zimni Zakaz Pro kursimga taklif qilaman. U yerda siz 7 ta davlatdan o'zini narxida birinchi qo'l bo'lib, arzon va sifatli tovar zakaz qilishlarni o'rganasizlar. Kurs narxi esa sizlar uchun chegirma narxda atigi 150 ming so'm. Shu bilan raspakovka chek videomiz tugadi. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka-paka.